Assalomu alaykum. Agar Farg'ona kuzatuvchilari ko'rib turgan bog'laring gilos bog' Royal Tiago navi bilan bunisi mana Seytarian. Holat qaranglar. Nima deyapti? Gilosda mevani qaranglar, ketdi mana. Biz Quvasoy zonasidamiz. Quvasoyda hali yetilib pishgani yo'q bu giloslar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Gilosdan bog' qilaman degan tanishlarga bu videoni tez ulashib qo'yinglar. Sabab buni ko'chatning soni cheklangan. Kalibrlari mana 34 dan 38 gacha. 32si ham bor, 30i ham bor. Minimal 28, 30, 26, 27 eksport variant bo'ladi. Ko'ringlar mana holatini. Mana gilosda sizlarga ideal holatini ko'rsataman. Mana meva. Obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'chatlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.